Xitoyning tunji atom bombasining hikoyasi. Xitoy tarixidagi bu hafta 1964-yili 16-oktyabr. Xitoy rahbarlari butun diqqatini pardoz ustilining oldida o'ltirib, Chechining o'rilib bo'lishini saqlayotgan Chiuxan qizga markazlashtirgan edi. Uning Sharqi Turkistondagi insonlar normal o'ltiraqlashgan rayonlardan nurg'un ingliz milliy yiroqlikdagi qumliqning ichiga joylashgan pardoz ustuli xuddi mazkur girim qilish tartibini o'z ichiga olgan favqulodda bexatarlik tadbirlariga o'xshashla o'zgacha edi. Agar bu o'rimidan chatoq chiqsa, Xitoy dunyo jamoatchiligining oldida ig'ir sajjilik qoladi. Holbuki, shu kuni tushdan keyin Xitoy vaqti soat 3 da Chiuxan qiz ko'zni qamashtirgudek chaqnagan nur ichida portladi. Arqadilli gümbəmədak simon bulut Sharqi Turkistonning sharqi rayonining osmoniga ko'tarildi. Albatta, Chiuxan qiz bir odamning ismi bo'lmasdan Xitoyning tunji atom bombasining kod ismi edi. U 1964-yili 10-oyning 16-kuni 102 metr egizlikdagi munar pardoz ustulining ustida o'rma portlatish asbobi tarafidan portladı. Yaqindan buyon Uyg'urlar va Sharqi Turkistondagi boshqa musulmonlarga qilingan vahshiy jinoyatlar to'g'risidagi xabarlar va shuningga qarshi inkorlarning Xitoyning diplomatik munosabatiga ko'langi tashishiga agishib, dunyoning diqqat nazari pat-patla Sharqi Turkistonga markazlashib turdi. Bu hafta biz o'tmishda Xitoy hukumatining Sharqi Turkistondagi harakati dunyoning diqqatini qo'zg'agan yana bir paytni ko'zdan kechirdik. Ayni vaqtda Xitoy Xalq Jumhuriyati yadro quroliga ega 5-chi, shundaqla eng oxirgi rasmiy e'tirof qilingan davlatga aylangan edi. Mao Zedong 1955-yilda Xitoyning yadro quroliga erishish g'arazini izhor qilgan edi. Bo'libmi 1954-55-yillari Tayvan bo'g'ozi krizisi mezgilidagi Amerikadan kelgan yadro qurollari tahdidi Mao Zedongni atom quroli bo'lmasa, Xitoy o'zining bexatarligini qo'g'day olmaydiganligiga ishontirishda intayin muhim rol o'ynagan edi. Natijada Xitoy bu jihatda Sovet ittifoqidan yordam talab qildi. Shuningdan keyin nima ishlar yuz berganligi to'g'risidagi asosliq inglizcha manba John Wilson Lewis va Shirley Day birlashib yozgan 1988-yili nashr qilingan Xitoyning bomba yasishi degan kitob bo'lsa-mu, ammo Taylor Farrellning 2019-yili nashr qilingan Aktiv mudofaa degan kitobi texmi ko'p va yangi tafsilotlarni o'z ichiga olgan. Bu ikki kitob birlikda o'z kimligini tepish uchun kurash qilayotgan bir davlatdagi siyosat, ilm-fan va strategiyaning kesish nuqtasini tasvirlagan. Xitoyning yadro plani Xitoy Sovet ittifoqi hamkorligining yuqori pallasida boshlagan edi. 1957-yili 10-oyning 15-kuni ikki davlat o'rtasida imzolangan umumyuzlik kelishimda hech bo'lmaganda Mao Zedongning tushunchisida yadro o'q-beshi prototipi hamda ularni qandoq yasash haqidagi tafsiliy planlar bilan ta'minlashni o'z ichiga olgan keng ko'lamli hamkorlik to'g'risida va'dalar berildi. Arqadilla Sovet ittifoqi bu planning uranni qo'yiltirishdan tortib qoral loyihalashgacha bo'lgan barliq halqalarda Xitoy bilan aktiv hamkorlashishga boshladi. Ammo Xitoy bilan Sovet ittifoqi o'rtasida Amerika bilan Xitoy orasidagi o'xshash ahvol yuz berganligi uchun bu hamkorlik uzilib qoldi. Nikita Xrushchev Mao Zedongdan gumonlandi. Shundaqla Xitoyning Hindiston, Tayvan qatorliq davlatlar bilan bo'lgan to'qinishdagi qilmishlarini ig'vogarchilik, talvalik deb qaradi. Shuning bilan bir vaqtda Xrushchev diqqatini davlat ichidagi masalalarga va o'zining siyosiy istiqboliga texmo bak markazlashtirdi hamda G'arbga bo'lgan dushmanlik pozitsiyasini yumshatdi. 1959-yili 6-oyda Xrushchev Sovet ittifoqining Xitoyning yadro planiga qilayotgan yordamini rasmiy bekor qildi. Buningdan g'azablangan Xitoy o'zining bombasini yasab chiqishga qaytadan bel bog'lab, bu turga 596 1959-yili 6-oy deb ism qo'ydi. Ammo Xrushchevning qarori Xitoy rahbarlarini talto'kis aloqazoda qilib etolmadi.
Chunki Xitoy ikki davlat hamkorlashayotgan mezgillardala Sovet ittifoqi yordamini to'xtatgan taqdirdami yadro qurollarini yasash ishlarini davomlashtira olish uchun parallel plandan birini ijro qilayotgan edi. Bu plan 1959-yildan keyin tez taraqqiyot bosqichiga kirdi. Shu yili kuzda, ya'ni Xrushev Xitoy bilan Hindiston o'rtasidagi chegara to'qinishini ahmoqona va afsuslanarli deb ayblayotgan mezgilda Lopnur yadro sinoq maydoni bitirildi. Shundaq bo'lishiga qaramasdan Xitoyning yadro quroli planlovchilari yanada g'oyat zo'r xirisga duch kelgan bo'lib, buning ichida texnikalik masalalar ham bor edi. Chunki qisman qurashtirilgan yoki oldirab chuvilgan Sovet ittifoqi uskunalarining ishlatishchanligini qaytadan baholab chiqishga to'g'ri keladi. Xitoy injenerlari bu jarayonga munosabatlik yepuchini tepish uchun o'zining qo'lida bor bo'lgan Sovet ittifoqining hujjatlarini favqulodda inchkilik bilan qaytadan ko'zdan kechirib chiqdi. Bo'libmi, Sovet ittifoqi yordamini to'xtatganda yadro qurolini yasab chiqish uchun zarur bo'lgan Lanjudagi uran qo'yildirish zavodi texi tamomlanmagan edi. Albatta, xirislarning hammasila texnikalik yoki sirtdan kelgan emas edi. Sovet ittifoqining yordamini to'xtatishi Xitoyning ko'p qism joylarini ocharchilik va ma'lumotchilikqa duchor qilgan ofat xarakterlik cho'ng sakrab ilgirlash mezgiliga to'g'ri kelgan edi. Necha 10 million odam och qilayotgan ahvolda yuqori texnikalik qurollarga g'oyat zo'r mablag' silish qarori ham davlatning o'z nishonini ishga oshirishga talablarcha kirishib qolganligining ham xalqning baxt saodatini rahimsizlarcha nazardan soqit qilganligining dalolati edi. To'salg'ularni nazarda tutganda Xitoyning atom bombasi tadqiqotining sur'ati kuzatuvchilarni hayron qoldirgan edi. George Washington Universitetidagi Davlat bexatarlik arxivxonasidagi hujjatlarda ko'rsatilishicha, ayni chaqda Xitoy yadro iqtidoriga ega bo'lishga ozliq qolg'achqa Amerika, Sovet ittifoqi va Tayvandagi tahlilchilar aloqasat bo'lib ketishgan edi. Ayni chaqda yili ham BDT xavfsizlik kengashidagi 5 davlatning biriga vakillik qiladigan Tayvan hukumati Amerikani bugungi Iran va Chaushyanning yadro qurol taraqqiyotini cheklash to'g'risidagi munozirlardagiga o'xshab ketadigan iboralar orqali Xitoyning atom qurollari taraqqiyotining oldini olish uchun uning yadro aslahalariga qarshi tadbir qo'llanishga chaqirdi. Tayvan rahbarlari 1964-yili 4-oyga kelgandimi, Xitoyning atom bombasi siniqiga 6 oy qolganda yanada Amerikani havo hujumi orqali Beijingning yadro programmasini bitchit qilishga undagan edi. Xitoy atom bombasi siniqini tamomlagandan keyin bir parcha bayonot orqali nihoyat tezla dunyoga shularni jakarladi. Xitoy 1964-yili 10-oyning 16-kuni Beijing vaqti soat 15 da bir dona atom bombasini portlatdi va shu orqali tunji qatimliq yadro siniqini muvaffaqiyatli elib bordi. Bu Xitoy xalqining o'zlarining davlat mudofaa iqtidorini kuchaytirish va Amerika jahongirligining yadro proposisi va yadro tahdidi siyosatiga qarshi kurashida qo'lga keltirgan zo'r natijasidir. Xitoy hukumati yana o'zining shuningdan bir yil ilgirki Amerika, Sovet ittifoqi va Angliya yadro siniqini qisman cheklash kelishimi imzolaganda o'ttirib qo'ygan taklifini takrorlab, yadro qurollariga ega barliq asosli davlatlarni o'zlarida bor atom qurollarining hammasini yo'qotishga va'da berishga undadi. Atom bombasi siniqidan keyin Xitoy shuningdan keyingi yillarda ballistik boshqarilgan bomba siniqi va hidro-vodorod bombasi siniqini ilib bordi. Tadbir belgilaguvchilar bas-basda yangi strategik vaziyatni qaytadan mo'ljalashga kirishdi. Gerçi mavzuning Amerikaning atom bombasini qog'oz yo'lvos deb tasvirlagan bo'lsa-mu, ammo 1960 va 70 yillarda Xitoyning yadro strategiyasi ham Amerikaga ham Sovet ittifoqiga teng qaratildi. Halbuki har ikki tarafga qarata Xitoy cho'chitib qo'yishdan iborat asosli tahdid nishoniga yetganda qiladi. Fravil kitobida Xitoyning yadro strategiyasining boshqa harbiy strategiyadan farqli ekanligini ilgari surdi. Chunki Xitoyning an'anaviy harbiy strategiyasi vaqtning o'tishiga ergishib o'zgarib turgan bo'lsa-mu, ammo uning yadro strategiyasi 1964-yildan buyon asosan o'zgarib boqmagan edi. Chunki Xitoyning yadro strategiyasini bekitish huquqi azaldan Xitoy ozodlik armiyasiga topshirilib boqmagan.
Xitoyning yadro strategiyasi asosligi Xitoy Kompartiyasining oliy rahbarlarining yadro quroli to'g'risidagi ko'z qarashiga bog'liqdir. Bu rahbarlar yadro qurollarining önemi faqat yadro tahdidi yoki hujumini to'sish bilan cheklanadi deb qarag'anlikdan Xitoyning yadro strategiyasi an'anaviy harbiy strategiyalar bilan birlashtirilmasdan kapolatga ega o'ch ilish harakatini ishga oshirishga markazlashgan deb yozadi Fravil. Xitoyning yadro programmasining ikki xil merosi bugun taratqularning bosh batlaridan chetda qolgan bo'lg'achqa bu yerda tilga ilib o'tishga arziydi. Birinchisi, Tayvanning taqdirini cho'radigan so'z urushi davomlashyotidi va bargan sari keskinlashyotidi. Bu haqiqiy urushning ko'langisi to'g'risidagi munozaralarni bargan sari ulg'aytmoqda. Shak shubhisizki, Amerika bilan Xitoyning birdek yadro iqtidoriga ega ekanligi bu to'qinishning xarakterini texmo ig'irlashtiryapti. Gerçi ba'zilar har ikki taraf yadro tahdidi orqali qarshi tarafni cho'chitish maqsadiga yetib, oshkor urushning oldini oldi deyishi mumkin. Ikkinchisi, Sharqi Turkistondagi atom bombasi sinoq maydoni cho'nqur va uzoqcha davomlashadigan ta'sirga ega. Uyg'ur doktor Anvar To'xti va yaponiyalik fizika olimi Jun Takada Sharqi Turkistondagi atom sinoqlarining salomatligiga bo'lgan ta'sirini xotirlash maqsadida Yaponiyaning Sapporo shahrida Lopnur turini ta'sis qildi. Takada ilmiy amerikaliklar jurnalining ziyoratini qabul qilganda Sharqi Turkistonda taxminan 200 mingdek kishining u yerda ilib berilgan sinoqlar natijasida hayotidan ayrilgan bo'lish mumkinligini, Sharqi Turkistondagi eng yuqori radiatsiya miqdorining Chernobildagi reaktiv qazindagi moddalar erigan chaqdagidanmi eshib ketganligini bayon qildi. Anvar To'xti yadro zarrachilarining bir hafta davomlashgan chang to'zonini tasvirlab, Sharqi Turkistonda rak kasali giribtor bo'lish nisbatining Xitoyning o'rtacha saviyasidan 30-35% yuqori ekanligini mo'ljaladi. Xitoyning xalqaro tarafidan bayqalgan eng oxirgi yadro siniqi 1996-yil elib berilgan bo'lib, shuningdan bir qancha oy keyinla yadro siniqini umumyuzlik cheklash kelishimi imzolangan.